Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli radio dinləyicilər. Bugünkü radio söhbətləri namlı haftalik proqramımız arqali sizlər bilan yana yüz görüşdük. Bugünkü proqramımızda hörmetli Abdusalam Qaracim bilan hicret haqqında söhbət elib barımız. Abdusalam Qaracim qimmatli vaqtlarini chiqarib bu söhbətni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytaman. Özleri bu bugünkü sohbetimizde hicretninki lügat ve istilahi manaları, hicretninki İslam'daki fazileti ve hicretninki qandaq şartları var bu şartlar bizning vatanimiz İslam diyarı hesablandı yoki kufr diyarı mı? Vatandan hicret niyeti bilen chet elga chiqmoqchi bo'lgan yoki chiqayotgan qarindoshlarımizga qandaq tavsiyalar var? Vatandan chet elga chiqib bo'lgan qarindoshlar uchun biz hozir chet elga chiqib bo'lgan shu fikrlar bilan qarindoshlarga qandaq yordamlarni qila olamiz yoki bunga qaysi pozitsiyada bo'lishimiz kerak degan haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oldi bilan mushu suhbatga meni taklif qilganliklariga va mushu suhbat orqali vatan ishi va sirtidagi musulmon turkistonlik qarindoshlarim bilan hamsuhbat bo'la olganligimga intayin mamnunman va Alloh subhanahu va taoladan bu so'zlarningki boshqalarga manfaat berishini bu orqali o'zimizdagi bo'lgan tushunchalarningki aniq bo'lishini shunga Allohdan yordam so'rayman. Allohga hamd payg'ambar alayhisolatu vasallamga durust salom yo'llagandan keyin bizningki bu tema haqida to'xtalishimiz ninki muhimligini besh tushunib yetishimiz kerak. Albatta bu hozir biz Sharq Turkistonlik musulmon qarindoshlarga nisbatan intayin muhim bir nuqtaga aylanayotdi. Buni shu hijrat ustida bo'layotgan qarindoshlarimiz hijrat qilayotganlar va hijrat qilib borgan joyidagi ahvollarga qarata o qarindoshlarimizningki tushunchasi o'zgacha bo'layotdi. Hamda buni sirtdan kuzatayotgan qarindoshlarning hijratga bo'lgan tushunchasi, qarashi va bergan nasihatlari har xil bo'layotdi. Demak, bu yerda buni deyishimdagi maqsad, bu yerda men hijrat haqida o'zimning tushunchasini boshqalarga bog'lash emas, cho'qim shunday bo'lishi kerak degan narsani ulardan talab qilish emas, balki ad-dinu an-nasiha degan prinsip bo'yicha din, nasihat, o'zaro tushunchasini, dinga bo'lgan ko'z qarashimiz, o'zimizning tushunchamizni boshqalarga bilan o'rtaqlashish bo'lgan maqsad asosida buningga o'zimningki cheklik ilmi bilan bu vaqtda izroq o'zimningki fikrlarini, tushunchimni o'tirib qo'ymoqchi. Agar bu so'zlar Alloh va Allohning rasulininki nimasiga ko'rsatmasiga muvofiq bo'ladi ekan, uningdan inshaalloh Allohdan intayin mamnun bo'laman. Allohningki menga marhamat qilganligidan Allohga shukr aytaman. Agar xato bo'lib qolgan bo'lsa, qarindoshlarimningki va boshqa olimlarimizningki menga izohat berib, menga tanqidiy fikrlar bilan meni to'g'rilashini umid qilaman. Xo'sh, endi bu hijrat degan so'zga kelsak, islom dinimizdagi bizlarga mu'minlarningki islomiyatining to'liq bo'lishi, mu'minlarningki o'z mu'minlik bo'yicha ado qilishida ilib boradigan ibodatlarning ichida eng yuqori o'rin berilgan alohida ibodat hisoblanadi. Hijrat degan so'zning lug'at ma'nosiga kelsak, tashlash, tark etish, bir yerdan yana bir joyga yo'tkilish degan ma'nolarni ko'z tutgan bo'lsa, ammo islomiy mazmunda ilib aytgan vaqtida bu ikki xil ma'noni o'z ichiga oladi. Birisi payg'ambar alayhisolatu vasallamningki o'zining amaliyati bilan mu'min musulmonlarni zulmdan qutuldirish, zulmning ularning bir xotirjamlikka erishtirish maqsadida ilib borgan harakati bo'lib, bu ikki cho'ng voqea bilan tarixda isbotlangan. Birinchisi bo'lsa Makkadagi davrda musulmonlarningki Habashistonga hijrat qilishi, ikkinchi qatim payg'ambar alayhisolatu vasallamningki o'zininki boshchiligi ostida Makkadan Madinaga hijrat qilishi. Mana bu umumiy nuqtadan shunday tushunilib kelingan. Ammo buning yana bir islomiy ma'nosi hijrat deganda payg'ambar alayhisolatu vasallamning tushuntirishida muhojir degan masalan hijrat qiluvchi bo'lib, u Alloh to'sqan narsadan o'zini yondirgan, Alloh to'sqan narsani yiroq turgan odam u haqiqiy hijrat qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Demak, bu har ikkilasi bir-birini kuchlantiradigan mazmunni ifodalaydigan so'zlar. Hijrat demak, birinchi qilib Alloh rizosi uchun atalgan narsalar deb tushunsak bo'ladi. Demak, Alloh xohlagan narsani, Alloh buyurgan narsani ijro qilish va Alloh to'sqan narsani yenish. Endi bu buyurgan narsani vujudga chiqarish yoki to'sqan narsani yenish bu har xil yo'llar bilan ifodalanadi. Ba'zida o'zining yurtidan boshqa yurtlarga berish, bu shuni ichiga kiradi.
Xo'sh, endi bu qisqacha bir tushunch. Endi ammo hijratningki fazilatiga kelsak, bu nihoyatda ulug' ibodat qatorida bekitilgan o'z vaqtida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hattoki hijrat qilishninki muhimligini shu vaqtda vojib qilib bekitilganligini kishilarga o'qitagan, hijrat qilmaganlar mendan emas degan tahdid so'zlarni payg'ambar alayhisolatu vasallam qilgan. Hijrat qiluvchilarningki Alloh oldidagi o'rnini Onunda qanchalik mukofot oladiganligini payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qitagan. Hatto Qur'oni Karimda Alloh yo'lida hijrat qiluvchilar haqida Allohning ularga beradigan tugumas ajrining borligini, kimki Alloh yo'lida hijrat qilib turib shu jarayonda musibatlarga duch kelsa, ularning qilgan ashtatgan jafo mushaqqatlarining hammasi Alloh rizoligi uchun bo'ladigan va Alloh subhanahu va taolo ularga yetarli mukofot beradiganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'zining so'zi orqali va'da qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu vaqtdagi sahih hadislari nihoyat ko'p. Amaliyotda shu so'zlarningki to'g'ri va haq bo'lganligi uchun albatta payg'ambar alayhisolatu vasallamning ergash kuchilirichi bu ibodatdan alohida bahramand bo'lish uchun bular barlig'ini tashlab Alloh rizosi uchun hijrat qilgan. Hamda buningki tarixlarga nazar solsak, albatta buni nurg'un misollarni uchirtimiz. Endi bu yerda bu qisqa suhbat ichida buningki tarixiy hijrat qilish jarayonidagi ahvollarga alohida to'xtalib bo'lib bo'lmaydi, ammo qarindoshlarimningki payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarjima holi din iborat bo'lgan har xil materiallar bor, tarjima qilingan materiallar va arabchadan bevosita ko'radiganlar shundan ko'rib foydalansa, hijratni zodi payg'ambar alayhisolatu vasallam qanday qilib bo'lgan, bu vaqtdagi bu ibodatning shakli qanday bo'lgan degan narsani yaxshi tushuncha hosil qila olamiz. Endi bu hijrat masalasida qanday yerdan qanday yerga hijrat qilish kerak degan bir savol chiqadi. Buningda shu zaminning qanday zamin ekanligini ulamolar alohida ahamiyat berib, uningda masalan zodi musulmonlarningki, mu'minningki hijrat qilishi chuqum bir daru kufrdan, ya'ni kufrlik yurgizilayotgan, islomiy hukm yurgizilmayotgan yoki musulmonlar o'zining islomiyatini vujudga chiqarolmayotgan, islomiyat uchun ular dafsanda qilinayotgan shunday bir o'rindan o'zining islomiyatini qo'llab qola oladigan, o'ziningki musulmondachiligini ilib bora oladigan va o'zi ham jismoniy ham moddiy jihatdagi bir xotirjamlik bo'lgan bir o'rin, xotirjam o'ringa erishishni tashabbus qilgan. Shu maqsadda qilingan. Demak, bu mazmunda olib aytganda, shunga bizning vatanimizdan hijrat qilishning o'zi qanday hisoblanadi? Zali bizning vatanimiz hijrat qilsa bo'ladigan o'rinmi, hijrat qilmasa bo'ladigan o'rinmi degan savol chiqadi tabii. Endi buni bilish uchun bu hijrat bu Sharq Turkiston dari kufrmi, ya'ni kufrlik yurgizilayotgan yoki harb deb atalgan bir tarafdan, ya'ni urush bo'layotgan bir yurtmi yoki bu islomiy yurtmi degan narsa savol bilan buningki hijrat qilish qilmasligini shunga bog'laydigan ahvollar bor. To'g'ri, bu masala bir musulmon rayonninki dari kufr, dari harb deb atilishida ulamolarning har xil ko'z qarashlari bo'lgan. Demak, bu ko'z qarashlarning o'ttirga chiqishi shu vaqtninki ahvoliga, shu vaqtda bo'layotgan o'zgarishlarga qarata bekitilgan narsa. Buni bir o'rinda zalib bu dari kufr deb bir raqam bekitib o'tgan olmaydi yoki dari islom deb bekitib o'tgan olmaydi. Yani buningga ulamolarninki bergan yana nimasi? Agar shu yerda musulmonlarninki soni ko'p bo'lgan bo'lsa, dari islom deb qaraganda bor. Agar shu yerda islomiy yo'l yo'riqlar ijro qilingan bo'lsa, dari islom bo'ladi. Agar garchi u yerda yoki musulmonlarning soni oz bo'lib qolgan ahvolda dari kufr bo'ladi, yoki musulmonlarning soni ko'p bo'lib, u yerda shu islomiy hukmlar yurgizilmagan bo'lsa yoki musulmonlar o'zininki islomiyatini to'g'ri ilib borolmagan ahvolda u dari kufrga aylanadi. Demak, bundaq yerdan hijrat qilish bo'ladi degan natijalar bo'ladi. Bu keskin bekitilib o'tirgan bir ig'iz so'z bilan yo undaq yo mundaq deb bekitilgan narsa emas, chunki ulamolar buningda har xil ixtilofiy ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan. Endi bizning vatanimiz bir mahkumiyat ostida turayotgan bir zamin, garchi u musulmonlarning zamini. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarning foydalanishi uchun u yerda Alloh rozi bo'ladigan dinni, qonunni yurgizish uchun bergan bir Allohning bizga bergan mukofot etdi. Amaliyotda biz uni saqlab qolanmidik, qo'g'dayanmidik. Bu bizning har bir mu'min musulmonningki ustidagi majburiyat. Endi bu zaminni tashlab yana bir yerga ketishni, endi hijratningki ahamiyati to'g'risida shuni bog'lasak qanday bo'ladi deganda, bu yerda biz ikki nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Endi biz buni birinchisi hijrat qilish ibodat, buni qilmasak bo'lmaydi. Alloh farz qilgan ish deb qarasak, albatta hijrat qilishimiz to'g'ri keladi. Endi ashuni bo'yicha bir nuqta bilan qilsak, u vaqt butun Sharq Turkistondagi xalqlarning hammasi hijrat qilishini vojib deb qarasak, u vaqtda buning natijasi qanday bo'lmoqchi? Buni nima o'ylash to'g'ri keladi? Shunga bu yerda muhim nuqta nima desa, har qanday bir ibodatni Alloh farz qilgan vaqtida uning nurg'un atrofli shartlari bilan farz qilgan. Namoz o'qishni hammamiz farz deb bilamiz. Namozdan o'zini tortgan odam, qasdanga namoz o'qimagan odam musulmon emas deb buni e'tiqod qilamiz. Ammo namoz o'qidim deb bir odam tarat olmay namoz o'qisqanda bo'ladi. Yoki namozni o'zining vaqtida bekitilgan vaqtida o'qimay, uni vaqt chiqib ketganda yoki vaqti kirishdan burun o'qisa, u namoz qanday bo'ladi? Garchi o'qigan namasi harakati namoz, lekin u qabul bo'landi bo'lmamdi. Yoki shu namozni vaqtida o'qisin, taratimi bo'lsin, lekin uni 4 rakat o'qiydigan namozni 6 rakat o'qib qo'ysa, yoki 3 rakatga aylantirib olsa, u namoz yana qabul bo'lmaydiganligiga hamma mu'min musulmon ittifoq.
Har qandayimiz buni qabul qilib to'g'ri. Bu tarat ammas namoz bo'lmaydi, vaqtida o'qimiz namoz bo'lmaydi. Uningki buyruqlarini, shart-sharoitlarini, hozirlamasa, vojiblarini, sunnatlarini to'g'ri bijirmasa, u namoz bo'lmaydi deymiz. Demak, har bir ibodatga shunday cheklimi bor. Yo'l yo'riqlari bor, shartlari bor. Undaq bo'lgan ekan, hijratning o'ziga loyiq prinsiplari bor, adablari bor, ko'rsatmalari bor, cheklamalari bor, bu buyruqlari bor. Bu taraflarga alohida ko'ngil berishimiz kerak. Undaq bo'lgan ekan, buning endi hijratning eng asosiy shartlari nima desa, biz buning shartlarini o'zimizning kallasi, o'zimizningki cheklik aql bilan shart topmasdan, buni hozirlamasdan, yana biz mushu ibodatni bizga ko'rsatgan yo'lboshchimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamning hayotiga murojaat qilamiz, siratiga murojaat qilamiz. Payg'ambar alayhisalom qanday ahvolda hijratni buyurgan va uni ruxsat qilgan va qanday ahvolda to'sgan va qanday ahvolda uni vojib deb bekitgan. Buning har xil xarakteri bilan, ahvoli bilan bu o'zgargan. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkadagi bosqich da'vat jarayonlarida hijratni o'ttirib chiqarmagan. Birinchi 6 yilgacha, 5-6 yilgacha bu yerda musulmonlar shunchalik xalqda bo'lsa-mu, ziyon tortgan, har xil qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisolatu vasallam musulmonlarga alohida nimani ta'kidlagan desa, sabr qilishni o'rgatgan. Sabr qilishni o'rganishning o'zimi iymonning takomillashishi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam bularga shu orqali bir tarafdan iymonni kuchaysa, yana bir tarafdan bu yo'lninki mu'min bo'lishniki naqadar ig'ir ekanligi, bu ig'ir mas'uliyat ekanligini tunutish. Hatto shunday vaqtlar bo'lgan, sahobalar kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, siz Allohning haqiqiy payg'ambari emasmi?" deganda, albatta men Allohning haqiqiy payg'ambari degan. Sizga tushayotgan vahiy haq emasmi deganda, albatta haq degan. Sizga biz cho'qinayotgan Alloh haq, yaratgan egimiz Alloh bu haq emasmi deganda haq degan. Undaq bo'lsa bizga shunday nusratlarni, chiqish yo'llarini va'da qilyaptıngiz, mushtaq bo'ludi deyaptıngiz. Qani bu? Bizning natijasi ko'mdik, necha yillar bo'ldi biz mushtaq bir xil jafo, mushaqqatda, zulmlarni yutyapmiz go deganda payg'ambar alayhisolatu vasallamchi ularga o'z hikmati bilan chiroyli tasvirlab berib aytganki, Allohning nusrati haq. U nusrat keladi, ammo sizlar aldirayotsizlar degan. Deb bo'lib undan keyin ilgirki ummatlarning misolini payg'ambar alayhisolatu vasallam ularga o'qitagan. Bu shunday davrlar bo'lgan, ular o'zining iymonini qo'llash uchun jonlarini bergan, har xil zulmlarga uchragan, hattoki bir mu'min bo'lganligi uchun odam bog'linib beshidan tuvangacha ikki parcha hardilib, shunday o'ldirilgan ahvollar bo'lgan. Sizlar aldirmanglar, sabr qilinglar. Bu g'alba cho'qim haqiqiy Alloh ishonguchilarningki, pat arada bu nusrat keladi deb payg'ambar alayhisolatu vasallamchi ularga tasalli bergan. Uni ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu oyada qochib ketinglar bu yerdan hozir degan emas shu vaqtda. Demak, hijrat qilgan degan narsa u gapni qilmagan. Faqatla ularga shunday tasalli bergan. Ikkinchi bosqichda payg'ambar alayhisolatu vasallam ularni bir xotirjamlikka erishtirishni maqsad qilgan asosda. Xotirjamlik asos qilganda bu yerda u xotirjamlikninki qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning ichida payg'ambar alayhisolatu vasallam kishilarni birinchi bosqichda azroq, ikkinchi yilda 70 sahobani Habashistonga, chunki u yerda odil podshoh bor, garchi ularning dini bilan bizning dinimiz o'xshamaydi, ular boshqa narsaga e'tiqod qiladi, lekin bu yerdagi bir narsa nima desa, u yerda xotirjamlik bor. Sizlarga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi, zulmdan qutuldingizlar. Mushu sababdan sizlar u yerga borsanglar bo'ladi, payg'ambar alayhisolam ularning berishga tashabbus qilgan, tavsiya qilgan, shundan sahobalar u yerga borgan. Berib u yerda ma'lum datalashlardan keyin hattoki dushmanlar ularni shu yerdan muqaytirib akilish uchun harakat qilgan vaqtida musulmonlarningki o'zining siyosiy fikrininki angliq fikr bilan podshoni qoyil qilishi Najashiyni, uning natijasida Najashiy bularga siyosiy panohlik berib, bu yerda qachongacha xolisonlar turinglar degan nima bilan bular bu yerda bir xil xotirjamlikka erishgan. Bu yerda bag'ochlar bu yerda biz islomiy hokimiyat bekitimiz, qurimiz degan narsa bo'lmagan. Faqat o'zining kimligini saqlab qolish, o'zining musulmonlarchiligini saqlab qolish, Allohga xotirjam holda amal ibodat qilishga erishish. Zamindagi faqat xotirjamlikni asos qilgan buning yetgan. Ma'lum yillardan keyin bu qemo taraqqiy qilib, bu yerdagi zo'ravonlik, zulm eshib ketganda, undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga berishga Alloh tomonidan ruxsat qilingan. Undan keyin bu masala vojib darajasiga o'tgan, cho'qim bo'lmasang ashyoga ketmasang bo'lmaydi degan buyruq bo'lgan, bular bu yerga ketgan. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining hijratiga kelsak, shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallam shu Madinadan kishilar birinchi yilida bir necha turk odamlar kelib payg'ambar alayhisolamga bay'at qilib, iymon aytib ketgandan keyin ikkinchi yilda 80 ga yaqin odamlar kelib yana payg'ambar alayhisolatu vasallamga bay'at qilgandan keyin ular payg'ambar alayhisolatu vasallamningki va musulmonlarningki beshin o'tgan musibatlarni ular ko'rib yetib, bu yerda bular qattiq qiynalib o'tibdi. Biz sizlarga shu uyimiz uchuq, bizning zaminimiz sizlar uchun tayyor, kelinglar biz sizlarni qo'g'daymiz, himoyamizga olamiz deb birinchi va'da olgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bulardan shu va'dani olgandan keyin, ular taklif qilgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam undaq bo'lsa bo'ladi deganda yana shu so'rinning o'zida bu bak muhim nuqta bu. Shunga murojaat qilishimiz kerak. Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamning tog'asi shu vaqtda turib, ey Yasrib xalqi, Madina xalqi, sizlar hozir musulmon bo'ldinglar. Sizlar iymoninglarning nimasi bilan payg'ambar alayhisolamga aytgan jafo mushaqqatni ko'rib turib, uni aytishni xohlayotsizlar, taklif berayotsizlar. Ammo bu sizlar o'ylagandek oddiy narsa emas.
Buning uchun sizlarga qurban berishga to'g'ri keladi. Balkim sizlarning bu payg'ambar islom dushmani sizlarga dushmanlik qilishi mumkin, sizlarga hujum qilishi mumkin, sizlarga tajovuz qilishi mumkin. Bu vaqtda sizlar o'zingizlarning mol mulkidan, oila bola chaqanlardan ko'chib, hattoki jinnlardan kechib payg'ambar islomni qutqiza olamiz, qo'g'diya olamiz, musulmonlarga shu himoyani beralaymiz deydiganga haqiqiy ishonchingiz bo'lsa, undan keyin sizlar bu gapni qilsanglar bo'ladi. Bu o'ynashadigan gap emas degan. Sahobalar turib bunga albatta biz hamma narsamiz bilan payg'ambar islomni qo'g'daymiz, musulmonlarni qo'g'daymiz deganda, undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ishning haq ekanligini, bulardan chiqqan va'daga ishonib turib payg'ambar islom undan keyin bo'ladi deb payg'ambar islom harakat qilgan sahobalarni yo'llashga boshlagan. Endi mushu nuqtani olib kelgan vaqtida bu yerdagi hijratning shartini ikki narsani biz nihoyat aniq tushunishga to'g'ri keladi, tushunib oldik desak bo'ladi. Chunki birinchisi xotirjamlikning muhimligi. Ikkinchisi shu bir aşağıdaki mesela sen bağın yerdeki kişilerinki o ziminle emez, aşağıdaki insanların sana kandak muamele kılışı. Sen aşağı insanlarınki gerçi o Müslüman kırındaşın bolsun mu, lakin sana hakiki Müslüman kırındaşlık süpütünü ameliyatlaştırıp körüstenmese, icra kılınmasa, sana seni himayesi alanmasa, seni kutkulanmasa, aksice sana zulüm kılıdığın, senin düşmanınla ayrılıp kaldığın ahval bu kalsa, o vaxtda için bu hicretinki hicret bulanmaya kaldığın tarafından çıkıp kalışını doğru düşünüşki doğru kılıdır. Şimdi müşahede mühim bir sualını soraş gerek. Yukarıda öttük birinci hicrette Peygamber Aleyhisselam sahabını Habeşistan'a buyurgan ve hadislerge hatırlayacağımlık bağırın diyen. İkinci hicrette yani Peygamber Aleyhisselam özü yolu başlayıp Abbas radıyallahu anh şu gap bir arqalıq yani özünki hicretini çatarlı çıksa nimege Medine'ye hicret kılsa zade eminlikning bağlılığını keyin tayyorlik basqıçı aldığı kilodiganligini nurgun işlere ta'kidlangandan keyin hijrat qilgan hamda. Hozir hamda shundoq bir hijrat qilishga loyiq shartlar topiladigan bizning vatandagi qarindoshlar ta'til tashviqotninki sababidan zodi hijrat qilsa bo'g'idak bir o'rin chet elda topilmamdi. Bu haqda yani qisqacha to'xtalib o'tsak, undan keyin boshqa bu vatandagi bo'layotgan masala hijrat haqidagi bo'lgan tashviqni men ta'til tashviq deb uni atashni to'g'ri topmayman, chunki shu yerdagi qarindoshlarimiz shu yerdagi bo'layotgan zulm, zo'ravonlik qarata shu qarindoshlarningki ahvoliga chidamasdan endi ular bir qutuladigan bir yo'l chiqib qolarmi degan narsalar o'ylangan bo'lishi mumkin. Chunki har odam o'zining sharoitiga qarata ba'zi hukmlarni chiqaradi. Ahvoliga qarata ba'zi bir chiqish yo'lini izlaydigan bu insonning tabiati bo'ladi. Biz sirtda bo'lg'achqa ularninki haqiqiy ularning boshidan o'tgan narsani biz his qilolmaymiz. Ammo bu yerda masala islom dinida biz haqiqiy mu'min bo'lib yashaymiz deydi ekanmiz. Biz har qanday ahvolda hissiyotimizni dinning ostiga qo'yishimiz kerak. Hissiyot dinning ustiga chiqib qolgan vaqtida qalaymagan yakunlar chiqadi, qalaymagan fatvolar beriladi. O vaqtida bizcha o'zimizningki keyin uningki xato natijalarini o'zimiz yig'ib bo'lmay qolamiz. Voy xato qilib qoptikan deymiz bo'g'icha nurg'un ziyonlarni tortib ketamiz. Vatandagi qarindoshlarimiz samimiy balkim shundaq masalalarga ko'z tutib, samimiy yaxshi nasihatlarni berish orqali yoki tavsiya qilish orqali boshqalarning sirtqa chiqib ketishini tashabbus qilgan ahvolda bo'lishi mumkin. Alloh ularning samimiyatiga rahmat qilsin, ularning xatolashib ketgan, xato yakunlab qolgan yerlarini Alloh kechirsin. Bu shundaq masala, buni biz ularni sen xato qilgan yoki to'g'ri qilgan deb baho bermaymiz. Faqat bu qarindoshlik yuzidan biz sirtda bu sirtqi dunyoninki ahvolini, musulmonlarga qilayotgan g'amxo'rligi bu tarafdan bizningki ozdir xabarimiz bo'lg'achqa, hozirgi ahvolda mushu yuqorqi hijratninki shart-sharoitlari bizning ahvolimizda to'g'ri hozirlandimi yo'q degan bu bir savol, bak muhim savol. Chunki shu savolga biz to'g'ri javob bera olsak, undan keyin hijrat qilishning bo'ladigan, bo'lmaydiganligini ayira olamiz. Biz amaliy hayot qaraydigan bo'lsak, mushuni nimadan desa, hijrat qilayotgan qarindoshlarimiz. Endi bu hijrat qilayotgan qarindoshlarimizning hayotini 3 bosqichga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi Sharq Turkiston 1933-yili Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati qurilgandan keyingi birinchi bosqich. Undan keyin 44-yildan 49-yilgacha bo'lgan ikkinchi Sharq Turkistonninki qurilgandan keyingi mag'lubiyatdan keyin yana musulmonlarninki bu yerdan turkmanlar chiqib ketishi vatandan bu birinchi bosqich bo'lib, biz har bir bosqichdan saboq olishimiz kerak. Ularni o'z vaqtida shu amal bo'lmaganda hijratga chiqib ketgan. Nurg'un liderlarimiz chiqib ketgan. Bularning maqsadi biznikidak emas, bizninkidan bu g'oyasi zo'r bo'lganlar, chunki u haqiqiy maydonda mustahkam urushib turib, amal bo'lmay bizga hozir vaqtliq bo'lsa-mu, o'zimizning kuchini asliga eklashimiz uchun bizga vaqt kerak, o'rin kerak deb chiqib ketgan, ammo ularga qaytishga imkoniyat bo'lmagan. Undiki bular texim yiroqlashib, undan keyin boshqa nurg'un yerlarga, masalan Pokiston deymiz, Saudiya Arabiston deymiz, Turkiya deymiz, shu o'rinlarga borib yerlashib, ma'lum birinchi bosqichda o'zi yashagan hayotlarda vatan bu vatanga bo'layotgan zulmlarga qanday chirab turalaymiz, bundan qutulishimiz kerak deb harakat qilgan bo'lsa-mu, ma'lum vaqtdan keyin vaqtning o'tishi bilan bu jarohat unutilishga boshlagan,
asta keyingi avlodlar vatandan biroqlam üzülüp qolgan. Buning üzülüp qilishiga vatandagi masalan chegaraning taqilishi, Xitoyningki besimi, sirtqa hech qanday aloqaning bo'lmasligi bu sababchi bo'lib keldi. Xo'sh, endi buningdan biz qanday natija oldik? Shularning shu vaqtdagi qilgan hijratining Sharq Turkistonga foydasi bo'ldimi, bo'lmadimi desa, foydasi bo'lmadi. Üzügü bo'lgan bo'lishi mumkin, asli sirt saqlanib qolishiga, lekin vatan ichida bo'lmadi. Ikkinchi bosqichda masalan 80-yillardan keyin o'qish xizmati bilan chiqqan qarindoshlarimiz bo'ldi, boshqa yo'llar bilan chiqqan bo'ldi. Bular har xil sabablar bilan yeni sirtqat qilishga, hattoki Yevropa 50gacha berib, shu yerda siyosiy fanalik qilib qilishga majbur bo'ldi. Bu hijratningki bir bosqich, ikkinchi bosqich desak bo'ladi. Endi bu xildagi tarqalishda hamma ahvol kishilarningki o'zining niyatiga qarata ras haqiqiy muhojir bo'lish sifati bilan shuni hozirlab turib hijrat qilgan bo'ldimi yoki o'zining moddiy dunyosini bayashab turmushga erishtirish uchun qildimi? Bu hammasi Allohning ilkiga topshiramiz. Buning haqida biz xato to'g'ri degan narsa qilish bizning haqqimiz yo'q. Chunki har bir insonning qilgan ishi o'zi bilan birga, niyat bilan birga qilgan yaxshi bo'lsa, Alloh unga chuqur natija beradi. Buningda endi zodi bu orqali biz ziyon tortdikmi, foyda topdikmi shu hijratdan desak, buningda topgan foydamizdan tortgan ziyonimiz yo'qib qoldi. Masalan, vatanimiz bilan bo'lgan munosabatimiz uzilgan bo'lgan ahvollarda vatandagi izlayotgan musulmon qarindoshlarimiz uchun bir g'amxo'rlik qila oladigan bir narsaga erishamidik, yo cho'ng bir ish qilib beramidik. To'g'ri biz sirtda shu yerdagi zulmni sirtqa anglatgan, harakat qilayotgan ba'zi bir ishlarni qilayotgan bo'ldik, ammo nihoyat cheklik bo'layotdi. Chunki bu cheklik bo'lishi nurg'un dunyoning siyosatlari bilan. Chunki tufayli natijasi tufayli ba'zi ishlarni qilaman deb qilib bo'lmagan, ba'zi ishni yoki sirtning siyosiy bismi bilan qilinmagan yoki o'zimizda u iqtidor yetilmagan. Hattoki demak biz o'zimizga bir muvofiq bo'lgan bir o'ringa erishib bo'lguncha nurg'un jarayon ketdi masalan nurg'unlarga. Demak shu jarayondan nurg'un qarindoshlarimiz o'zininki kuchidan, iqtidori masalan energiyalaridan ayrilib qoldi. Shu o'ringa yetgan vaqtida uning ustiga yana boshqa bir kulfatlar, eg'ilchiliklar keldi. Masalan oila masalasi bo'ldi. Bu yerda tunishim kerak, bu yerga yerlishish kerak degan vaqt o'tdi. Demak bu ishlarni bir xil yaxshi natija bermadi. Endi hozirgi bosqichdagi kelsak, hozirgi bosqichda endi vatandan bevosita hozirgi zulmga qarshi chiqib o'tdi. Endi bu nuqtani payqab vaqtida endi amal bo'lmagandan keyin chiqib o'tdi deymiz. Endi biz yana ishning natijasini o'ylashimiz kerak. Bu shu ishning natijasida zodi shu hijrat bizni hijrat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam planlagan shu vaqtdagi hijratiningki natijasini beradi ben bunu desa, plan, tartib, intizomlik masalaga kelgan vaqtida bizda bu narsa yo'q. Amaliyotda shu qarindoshlarimiz hijrat qilayotgan qarindoshlarimiz, hijrat qilib chiqqan qarindoshlarimiz balkim bu narsani ilgari tushirmagan bo'lsa-mu, endi hozir tushunib ketishga boshladi. Chunki bular chiqayotgan o'rin Ütüvatqan yol, tartqan jafo mushaqqatlarda bularga qanchalik kulfatlar kelganligi. Undaq desa ba'zilar bu Alloh yo'lida mangan yo'lda cho'qim kulfat bo'ladi, mushaqqat bo'ladi deb qarashi mumkin, ammo mushaqqat bo'lsa-mu, mushaqqatga loyiq bir chiqish yo'li bo'lishi kerak. Ammo uni tavakkul qildim, Alloh menga qilib beradi deb quruq hech qanday plansiz tavakkul qilsa, u tavakkulchilik bo'lmaydi. Tavakkulchilikni biz joyida qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tavakkul qilishni o'rgatganda, masalan, "Iqilha va tawakkal ala Alloh" degan. Tuganni bog'lab, unga Alloh tavakkul qil degan. Demak, sen o'zingning bog'lanadigan o'rnini, xotirjam bo'ladigan o'rinni beshida bekitishing kerak. Shu bo'lmay turib sen uning uchun oldirab ketib qolsang, tavakkulni qilib qolsang, ziyon tortsa. Bu ziyon tortish, bu bir xil ziyon tortish bo'lmasdan, shu sog'lom bo'lgan o'ringa, xotirjamlik bo'lgan o'ringa yetish bir taraf bo'lsa, yana bir tarafdan shu hijratning davomida o'zingning yurtiga sen qanday xizmat qila olaysan? Sening yurtingdan chiqib ketishingdan shu Sharq Turkiston xalqiga foydasi bo'layotamdi yoki shu Sharq Turkistonni besib olgan hokim millat, ya'ni zolimlarga foydasi bo'layotamdi? Bu bak muhim narsa. Bu ilgirki o'xshash masalan jo'g'rafiya nimasi hech qanday cheklimiz yo'q. Qayerga borsan qochib berib, qachon qaysan qochib ketalaydigan bu xildagi sharoitda emas biz. Biz hozir hayotimizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotidagi no'shaq shu 1400 burungi vaqtda sog'lib bo'lmaydi. Mazmun, huquq masalalarda bundan foydalanish bo'ldiki, lekin biz uni ayni holatda mushtaq bo'ladi demaymiz. Hozir biz shu dunyoning kelimasiga baqib turib, shu sharoitlarga ko'z kirib turib, shunga loyiq harakat qilib, plan qilib qilsak bo'ladi. Masalan, hozir vatan sirtida qarindoshlarimiz o'zi masalan arzu qilgan hijrat qilishga bo'ladi degan yani deydi. Masalan, hozir misollar bir nechta davlatlarning ismi abiyatlik qilishni hojati yo'q, shu kishilar yaxshi biladi. Shu davlatlarning yuzidimi Aşı sahabalar, Medine xalqi shularga va'da berib, sizlarga biz shunday o'rinni tayyorladik. Sizlarning himoyangizga biz sizlarning himoyamizga olamiz deydigan bir davlat chiqqani yo'q degan. Xo'sh. Biz ashunda qildi, ma davlat bizga yordam qilyapti degan davlatlarmi passiv holatda. Aniq bularning bir ifodasi yo'q. Keskin men sizning, sen mening qarindishim, kel men senga o'rin berma degani yo'q. Ular qilsimi, yana ularning o'z oldiga o'ziniki davlat nimasi bor, siyosati bor, Xitoy bilan bo'lgan munosabat bor. Shuni yo'qotmagan asosda shuni ziyon tortmagan asosda ozdan yordam qilamiz deydi, lekin ochiq oshkor bir narsa yo'q. Demak, bu biz uchun bo'lganda bir qorong'ulik. Ikkinchi birisi, endi shu qarindoshlarimiz shu o'ringa yetish jarayonidagi bo'lgan ahvol. Jarayonda qayerda to'xtab qolyapti, qanday bo'lyapti?
Bu jarayonda bular nima duskunliklarga hal ilgili mesela vatanda bo'lsa bevosita Xitoydan zulmga uchragan bo'lsak, xo'sh. ammo sirtqa chiqqanda musulmon deb tanilgan odamlar tarafidan, shu hokimiyatlar tarafidan, shularning siyosati tarafidan, shularningki xo'rlishiga, shularningki bizni zulm qilishiga uchrayapmiz. Bu biz ko'tarilmaydigan darajada bo'layotdi. Yani ma'lum darajada bizning bu haqda azroq xabarimiz bor, lekin qarindoshlar haqiqatan bu masalada qattiq ig'ir azob uqubatga duch kelyapti. Alloh ularning ishlarini oson qilsin. Amin. Ammo bu masala qattiq ig'ir masala. Shunga bu yerda hijrat qilaman deb zulmdan qutulgandan ko'ra, mening shaxsan qarashim, sen shu zaminda vujudingni saqlab tura olasan, dushmaning oldida zulm qilib teksangmi, jafoga shuni sabr qilib tura olasan, dushmaningni sen shu orqali mag'lub qila olasan. Chunki dushmanning ko'ziga ichi qarab turib, men bor, sen qanday qilsam men sening oldidan qochmayman deyalishning o'zi bu eng cho'ng g'oya hisoblanadi. Mening nimamda bu, chunki sen oyatda tursang, birinchi dushmaning sening borlig'ingdan ayminadi. Chiqib ketsang, buni xotirjamlik kelsa, u sening o'rningga birini o'rniga kelishi mumkin. Demak, bu bizga ziyondir. Endi har qanday bir narsani misol nima qilgan vaqtimizda islomning hukmi bo'yicha axafud darar mesela ikki zararga duch kelgan vaqtimda yengilini qilgan deydigan gap. Zulm sirtqa chiqsami bo'layotdi, ishida bo'layotdi. Ammo shu zulmning nimasida qaysida kimga jiqroq foyda bo'layotdi, kimga jiqroq ziyon bo'layotdi deganda biz shu hijrat nomi bilan chiqayotganimizda bizning dushmanlarimiz bundan jiqroq foydalanib ketyapti. Shu hijratni tushundik degan qarindoshlarimiz chiqyapti deylik. Mana undaq tushungan. Hozir vatanimiz ichida mushu tushunchini tushunmagan, dinning nimaligini uqmay qolgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Tushunganlar chiqib ketsin, tushunmaganlarchi desa bular assimilyatsiya bu qilishga biz rozi bo'lamdik. Biz ash qarindoshlarimizni qutqizamiz demay ularni qo'yib qo'ysak, ular qanday kunlar kunmoqchi? Bizning hamda birga shu qarindoshlarni yaxshi to'g'ri yo'lga da'vat qilish bilan uni saqlab qolish, ya'ni bizga vatanning tuproqni saqlab qolish. Albatta, bu eng cho'ng biz uchun o'zimiz ustimizdagi eng cho'ng jihat, hamda shu zaminimiz bu Allohning bizga bergan zamini. Musulmonlar zamini, buni qo'g'dash, musulmonlarningki bir g'ir zamini dushmanlar tomonidan ishg'ol qilinsa, uni qutqizish, uni qo'g'dashga harakat qilish bu bizning ustimizdagi majburiyat, buni qutqizib qolmaymiz. Ammo sirtda harakat qilyapmiz, to'layapmiz, amaliyotda shuni ichida yana shuning uchun ichida harakat qilayotgan, to'g'ri ishlar bilan avlodlarni yaxshi tarbiyalashga harakat qilayotgan, masalan, ularning axloqini, ularning dinini qo'llab qilishga harakat qilayotgan qarindoshlarimiz haqiqatan yaxshi cho'ng ishlarni qilyapti. Alloh ularga g'ayrat bersin, nusrat bersin. Biz duoyimiz ular bilan billah. Ammo shu qarindoshlarimizningki shu hijratni zari qilmas bo'lmaydi deb bir taraflama qarab qildigan shundaq tashviqlarni qilayotgan va shu tashviqlarningki qurboni bo'layotgan qarindoshlarimdan iltimosim. Xo'sh. Mening iltimosim. Qarindoshlarim bu masala biroqlam bir og'iz so'z bilan hal qilinadigan, bir og'iz so'z bilan mang yoki mangma deydigan narsa emas. Yana so'qqanlik bilan bu masalaga qaytadan murojaat qilib, qaytadan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siyratiga, hozirgi zamonning siyosatiga, ahvoliga qarab turib, qaytadan buningga yaqin chiqishinglarni umid qilaman. Chunki biz ziyonni ziyon bilan to'lg'izolmaymiz. Ammo qilsagan ziyon, masalan, xato qadamlarimiz bo'lgan bo'lsa, garchi niyatimiz to'g'ri bo'lsa-mu, buni biz to'g'ri sabaq qilishimiz kerak. Hamda hozirgi naq ko'z oldimizdagi ba'zi rivoyatlarda bir necha ming deydi, o'sha atrof davlatlarda mushtaq muhojiratda turayotgan qarindoshlarimiz bor. Endi bularga nisbatan, vatandan chiqib bo'lgan qarindoshlarimizga nisbatan Alloh ularga chiqish yo'li bersin, Alloh ularga nusrat ato qilsin, Alloh ularning niyatini qabul qilsin. Deymiz, hargizmi ularning sizlarning qilishini xato deyish haqqimiz yo'q. Chunki har bir insonning niyatini Alloh biladi, to'lagan badalini Alloh beradi. Alloh hargizmi bir mu'minning qilgan ishini zoya qilmaydi. Ammo vatanda yine chiqimiz deyotgan qarindoshlarimizga nisbatan biz o'zimizningki xato qilgan qadamlarimizdan yoki xato chiqib solgan yakunlarimizdan savoq olaylik. Yana biz xatolikni takrorlamaylik qarindoshlar. Alloh bu hijratni to'g'ri Alloh subhanahu va taolo bizni zamindan zaminga atlab turib hijrat qilmasaqmi, shu zaminda turib Alloh to'sqan narsalarni yana olsak, biz shu hijratni qila olamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka fath bo'lgandan keyin hijratning nimasi qolmadi, faqat jihat va niyat qoldi degan. Demak biz shuni orqali biz shunday narsalarni qilamiz. Endi yana bir nuqta. Qarindoshlarim balkim hammadan gapni qilaveradi o'zining tushungan bo'yicha, bizning ahvolimizni tushunmaydi deydi. Ammo biz o'zimizningki amaliy hayotini boshqa qarindoshlarimizning hayoti orqali tasbiq bir misol qilib ko'rsatib berishga to'g'ri keladi. Falastin xalqi bizga o'xshash mustamlikada qolgan. Biz 49 bo'lgan bo'lsak, ular 48 ni tortib mustamlikada. Bular o'zining zaminidan ayrilgan bo'ldi, haq huquqidan ayrilgan bo'ldi, zulmga uchragan bo'ldi, davom qilyapti bizga o'xshashlar. Hamda ozroq farq taraflari bor. Uningga alohida kirishning hozir ahamiyati yo'q, ammo bu yerdagi bizga munosabatli bo'lgan yeri shu xalqning nurg'unlari millionlagan odam hijratga chiqib ketgan. Sirtqa chiqib ketganlari hozir o'zining yurtiga qarashga, qaytishga yoki o'zining yurti uchun cho'ng bir xizmat qilishga bularga imkoniyat bo'lmayotdi. Hozir qadar taxi o'zining nimasiga taxi o'shiga kep bo'lmagan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Biz Falastinlik xalqlar qarindoshlarimizdan nurg'un yerlarda masalan o'qish jarayonlarimizda sirtda hammasi bilan birlashib, olishib, anglab, dardlarini anglab, mushtaq vaziyatli ma'lumotga ega bo'lag'liq.
Endi bularda masalan, hozirgi yangi siyosatda nima desa, ikki davlat qurish prinsipida shu orqali bular ikki davlat birlik qilaydi, Isroil, Falastin masalasi hal bo'ladi degan yerdimi? Falastin xalqining ustiga qo'yilgan birinchi shart, to'g'ri, sizlarning davlatinglarni biz e'tirof qilib davlat bo'lsin, lekin hijrat qilib chiqib ketganlar qaytmaslik sharti bilan deydi. Demak, sen hijrat qilib chiqib ketib, sen yana o'zingning xalqiga yordam qilolmasang, sen shu huquqingdan mahrum qilinsang, sening bu hijratingning oqibati nima bo'lmoqchi? Endi buni yana undaq desa, Alloh uni o'rinlashtiruvchi o'zi deymiz, to'g'ri, Alloh o'rinlashtiradi. Lekin biz inson, Alloh subhanahu va taolo dunyoda bo'layotgan ishlarning hammasini sababga bog'lagan. Sababga bog'lagan. Mushundan biz saboq olishimiz kerak. Ma'lum narsalar bor, Alloh o'z mo'jizasi bilan, o'zining qudrati bilan namoyon qiladigan narsalar bor. Masalan, payg'ambar alayhisolamninki Makkadan Falastinga, masalan, Masjidil Aqsoga bir kechida berib, u yerni 7 osmonlarga nima qilinishi, bu Allohning alohida o'rinlashtirgan bir hikmati bo'lib, bu hech kimga berilmagan alohida imtiyoz payg'ambarga berilgan. Ammo Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtda nima uchun bu ish bo'lmagan? Men to'la vaqtda bu narsani nima qilaman-da? Allohning qudrati vaqtida kelib qolganmi? Astagfirullah, undaq emas. Alloh shu Makkadan Madinaga butun sahobalar bilan birga bir kunda 1 minut 1 sekundda ko'tarib olib qo'yishga Alloh qodir emasmidi? Albatta qodirdi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga bundaq mushkil safarni qilishga, hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohning eng aziz bandasi, eng yaqin bandasi turib, yana shundaq jafoliq safarni nima uchun beshin o'tkazdi? Chunki bu payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga qoldirgan ulgisi. Biz chunki safardan burun qilgan tayyorliqlari, planlari payg'ambardan hech qachon plansiz ish qilmagan. Allohga eng yaxshi tavakkul qilgan payg'ambar alayhisolatu vasallam. Qaysi bir ishda payg'ambardan ashtaq o'rinsiz plansiz tayyorlik qilgan? Hattoki bir urush qilmoqchi bo'lsa, bir safar qilmoqchi bo'lsa, hattoki bir yerga safar qiladigan ahvollarda, jihodga chiqqan vaqtlarda, ba'zi vaqtlarda hatto o'zining eng yaqin bo'lgan sabdoshlari Abu Bakr, Umar qatorliq ularning iymonida payg'ambardan hargiz shaklanmaydi. Lekin shu safarni qilgandimi, yarim kungacha boshqa yo'linishga minib turib, yarim kun o'tgandan keyin bizning asl yo'linishimiz ma'vo, sharqqa mangamiz, endi biz g'arbga qarab mangamiz degandek planni o'zgartirib qiladigan. Bu payg'ambarning bu hayoti biz uchun intayin muhim. Biz zodi ba'zi ishlarni qilgan vaqtimizda o'zaki osh so'zining o'ziga ham qarab Əməli Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam şunu qandaq elib bağan, bununki hikmeti nima degan narsadan o'zimiz uchun mahrum qo'yib qo'yamiz. Ya'ni biz kitobda o'qiblam, kitobda bu shunday deyilibdi ekan, buni farz qilibdi, buyuribdi deblam, uni bilan hukm elib boradigan bevosita ahvollar bo'ladi. Uni qilish, ammo ma'lum narsalarni Alloh subhanahu va taolo shuni tushunish, shuni o'z loyiqida, shu sharoitiga moslashtirib elib berishni Alloh bizga buyurgan. Qanday vaqtda masalan bir odamga jihad qilish farz, qanday vaqtda emas. Payg'ambar masalan ba'zi vaqtda jihad qilsa degan bo'lsa, ba'zi vaqtda sen jihad qilma, uyingga qayt, ota-onani rozi qil degan ahvollar bo'lgan. Bu hamma atrop tushunish kerak. Hattoki ba'zi hijrat qilmayman degan uni payg'ambar to'sgan ahvollar bo'lgan. Ba'zi sen bormasang hijrat qilmay, hijrat qilish imkoniyati bor turib, hijrat qilmay o'lib ketganlar Allohning oldiga borgan do'zax kiradi degan bundaq to'qinish. Demak bu o'rtaq birlam so'z bilan payg'ambar hammani bir aqlan bir tayoqla degan emas, hammasini o'z yo'li bilan degan. Bizning hozirgi sharoitimizda biz hijrat qilsaqmiz ziyon tortgan, hijrat qilmasaqmiz ziyon tortgan. Hijrat qilib tortgan ziyondan hijrat qilmay ashadagi mustahkam o'rnini saqlab turib, mustahkam turib, dushmanning oldida shu yerda o'zimizdan tortgan ziyonimiz jismoniy jihatdagi ziyonimiz bo'ladi, ruhimiz o'lmaydi. Xo'sh. Sirq qilgan dinimizda ham jismoniy jihatda jafo chekib o'tamiz, ammo ruhimizga ta'sir qilib qoladi bu. Yomon ta'sir qiladi. Biz buningki bir xil ta'min tetib beshimizni o'tkazgan, shuning uchun qarindoshlarga bu samimiy nasihatim buni da yana %100 to'g'ri deb uni da'vo qilmayman, lekin bu bir amaliy hayotdan, tajribadan yakunlangan bir narsa. Shunga biz bu masalada 3 nuqtani qisqa xulosaga vaqt 3 nuqtani nima qilishimiz kerak? Chunki har bir narsani Alloh buyurgan narsani tushunishda biz atrofli tushunishimiz, buni payg'ambar alayhisolatu vasallam hayotiga tatbiqlab turib, siyratiga tatbiqlab turib tushunishimiz. Ikkinchisi bu narsani biz ilib bo'lgan vaqtimizda zodi foyda ziyonni mo'ljallab baqishimiz. Uchinchisidan buningda mesela ilgirkilarning boshqalarninki bergan samimiy nasihatlarini, samimiy so'zlarini anglab qo'yishimiz. U mening gapimni, mening ta'gibimni qabul qilish, qilmaslik o'zlarining ham bir qarindoshlarning ixtiyoriy masala. Qabul qil deyolmayman, unda undaq nima yo'q, kuch yo'q. Ammo ma qarindishimmi bir to'g'ri niyati bilan samimiy turib magapni da'vatida, menga dushmanlik da'vatmaydi degan bir narsa aloqam bo'lish kerak. Bu men har bir mu'min musulmon qarindishini suyman, albatta Sharq Turkistondagi qarindoshlarim mening qarindoshlarim, u yerdagi izlayotgan qarindishim albatta mening qarindoshlarim, ularning beshiga kelgan zulm garchi men uni his qilmasam-mu, albatta menga bu haqiqatan men buni bularning beshiga kelgan eng jafoliq kunlar, eng jafoliq og'ir mushaqqatlar deyman. Buni men tushunaman. Shundaqda nimaga qarshi emas yana.
shartlari to'liq topilgan hijratga albatta bu hijratga qarshi bo'lishning o'zi bu kufrlik qilib bordi. Masalan buni desak, buni demoqchi bo'lgan maqsad ham qarindoshlarga masalan shunga o'xshash narsalarni qilgan ya buni tushundirganda adraksanlik bilan sen hijratga qarshi o bu deb masalan boshqa musulmon samimiy qarindoshlarimizning bergan nasihatlari, tavsiyalarini og'zini to'qlash uchun ularga hujum qilish xarakterida emas. Bu qarindoshim menga o'zining bilgani bo'yicha menga da'vat etdi. Balkim buningdan bir kim 100da masalan 80% xato bo'lmasa 20% to'g'ri taraflari bor degan to'g'ri taraflarini azizli bir narsa tushunib qilsak inshaalloh. Chunki hammamiz o'xshash Allohning rizoligini izlayapmiz. Hammamiz o'zimizningki cheklik doiramiz ichida xizmat qilishga, Allohni rozi qilishga tirishyapmiz. Undaq bo'lgan ekan bu yerda bu masala yana bir muhim masala. Bu masala orqali bizningki o'zaro mu'min qarindoshlik munosabatimizga ta'sir etib qolsa, u vaqtda bu bir xato bir narsa bo'lgan bo'ladi. Hijrat to'g'ri bir amal bo'lsa, ammo biz bu hijratni deb turib, ikki yo'nalishga qarab turib, bir-birimizga dushmanlik narsani shakllantirib qolsak, u vaqtda biz to'g'ri qilmaganligimizni shundan bilib olsak bo'ladi. Har qanday bir amal ibodatni elib berish, shuni elib berish jarayonida mu'minlarningki birligini buzib o'tadi ekan, unda bir xatarlik bor. Uni yoki biz to'g'ri tushunamadik degan narsani biz tahlil qilishimiz kerak. Buningga yaxshi bir o'ylash to'g'ri keladi. Hamda biz vatan ichidami bu masalani to'g'ri tushunayotgan yaxshi olimlarimiz bor. Ulardan maslahat olishimiz, sirtdagi bo'lganlar bo'lsa, ular bilan shuningki ahvoli to'g'risida ulardan oldin ala ma'lumot olib, buning foyda ziyonlari to'g'risida yaxshiroq o'ylanib, har ikki tarafni qo'ldan bermaydigan, ya'ni Allohning oldidami ziyon tatmaydigan, ham avlodlarimiz o'zimizningki xalqi oldidami o'zimizningki kelgusida biz mush yo'lni xato olib qolibmizkan deydigan hasrat chiqib qolgan ishning bo'lmasligini yaxshiroq o'ylashni tavsiya qilaman. Alloh hammamizga bu masalada chiqish yo'lini berishini Allohdan so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo albatta bizga bo'layotgan zulmlarni ko'rib turibdi. Allah albatta nusratini beradi. Ammo nusratga erishtirishda Alloh subhanahu va taolo bizni tavlayotdi. Bir oltinni tavlash uchun, oltinning soplig'ini bilish uchun u oltinni suv bilan yuvib untallig'i bo'lmaydi. Oltinni o'tga tiqish kerak. O'tdan saqlanib qolgani ko'ygini kuyib ketadi, ko'ymasa qolgani oltin bo'lib chiqadi. Bizning vatandagi musulmon qarindoshlarimiz ana shu o'tning ichida tavlanayotgan haqiqiy oltinlar, azamatlar. Qarindoshlarim, sizlarning o'zingizlarning oltinliq shu qimmatinglarni shu Allah subhanahu va taolo garchi sizlarni jismoniy ma'lum jihatda imtihon qilish orqali sizlarni tanlayotdi, tayyorlayotdi. Buni sizlar uchun g'animat bilib Allohga shukr aytinglar. Bu vaqtliq zulm inshaalloh o'tib ketadi. Allah albatta mazlum bandalarininki ahvolini ashdoq bo'lishini Allah rozi emas, uni qarab turmaydi. Allah cho'qim o'zining nusratini beradi. Ammo biz Allah subhanahu va taolo bo'lgan tunishimizni yaxshilaylik. Allah subhanahu va taoloning bizga qo'ygan hukmlarini ijro qilishda Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlariga murojaat qilib turib, bilgan olim kishilarimizningki maslahatlarini, nasihatlarini anglab turib, agar garchi bizga to'g'ri kelmagan nasihatlarni bergan taqdirda, ularga biz sen mening dushmanim demasdan, sen mening qarindoshim, balkim sen bu gaplarni men tushunganda tushunmayotsa degan uning haqqida duo qilaylik. Garchi men bu so'zlarimni qilish jarayonida xato ketgan bo'lishi mumkin. Qarindoshlarimniki mening haqqimda menga duo qilib qo'yishini, mening texmi to'g'ri tushunchalarga ega bo'lishimni, sizlarningki duoingizlarga ehtiyojim bor masalaga aytib o'taman. Tavsiya qilaman. Oxirgi gapi masalan qarindoshlarimizni sabrga chaqirish bilan yana Alloh taoloninki bizni qalbiga erishtiradigan, tavlangan avrat ekanligimizni eslatlar. Tarix qaraydigan bo'lsak, har qanday ummatningki Alloh g'alaba qilgan avratlari nurg'un qiyinchiliklar uchirgan, nurg'un ishlarni beshini o'tkazgan, ham Allohninki g'alabasiga erishadigan naslning ma'lum shartlarini bekitgan Alloh taolo. Cho'qim bizda shu sifatlar topilgandan keyin Alloh taolo bizga inshaalloh o'zining yordamini ato qiladi. Shunga bunga sabr qilishimiz inshaalloh kerak. Oxirida boshqa tavsiyalar bo'lsa, boshqa hamda vatandan chiqib bo'lgan qarindoshlarimiz, masalan, o'ziga bir o'rin tayyorlab bo'lgan qarindoshlarimizningki, garchi ba'zilari o'z vaqtida hijrat niyati bilan bir yerga borgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtlarda bu o'zining ustidagi majburiyatini yiroqlab ketgan qarindoshlarimiz bor. Bularga men deb qo'ygan tavsiyam, Allohningki bizning ustimizga qo'ygan mas'uliyat intayin og'ir mas'uliyat. Biz buning bilan sirtqi davlatlarda yashab o'tib, o'zimizningki moddiy hayotiga da taraqqiy qilish bilan yaxshilash bilan biz o'zimizni qutuldirib Allohning oldiga borganda biz javob bermaymiz. Shunga sirtki yashayotgan, sirtga hijrat qilib chiqib bo'lgan qarindoshlarimizninki hijratning talaplarini unutib qolmaslik. Hijratning talaplari nima desa, sen bu yerda o'zing shu yurtingda erishilmayotgan imtiyozlarga erishayotsa, shu imtiyozlardan to'g'ri foydalanish, shu orqali o'zingni yetildirish taxmi. Chunki vatanda ilm fanimizga bizga imkoniyat bo'lmayotdi, sirtda bunga imkoniyat bor. Buningga biz harakat qilishimiz kerak. Avlodlarimizni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Vatandagi qarindoshlarimizni unutib qolmasligimiz kerak. Ular uchun biz qo'limizdan keladigan barliq
imkoniyatlarni qilish orqali ularga hamma jihatdan biz shu ularni qo'g'dashga, ularni qutqizishga biz bir kishilik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak degan talablarim bor. Alloh hammamizga degan so'zlarimizga amal qilg'ili nasib qilsin. Rahmat, o'zini Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli radio qarindoshlar, bugungi radio suhbatlari nomli haftalik programmamiz mushoda oxirlashdi. Diqqat qilib anglag'aningiz uchun rahmat. Kelar hafta yana ko'rishmak umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Saudiya Arabiston xalqaro radiosi Turkiston bölümü